Kecha futbol tarixiga yana bir sahifa yozildi. Portugaliya chempion. Ammo bu g'alabaning eng katta timsoli Cristiano Ronaldo edi. Ishonyapsizmi? U 40 yoshda. O'yinchilar almashdi, avlodlar ketdi, lekin u hamon maydonda to'p suryapti. Ronaldo doim chempion sifatida, yurakda, orzuda va finalda esa sahnadagi qahramon sifatida gavdalandi. Penaltilar seriyasi boshlandi. Hamma hayajonda. U esa chuqur nafas oldi. Qo'lini sekin ko'tardi. Sizga ham sezildimi? Xuddi u duo qilgandek bo'ldi. Boshlari egildi. Yuragi bilan so'zsiz iltijo qildi. Bu holat millionlab muxlislarni larzaga soldi. U Allohni eslagandek bo'ldi. Tavozeli, sokin hamda kamtarona holatda edi. Hamda oradan bir necha lahza o'tib, g'alaba. Portugaliya chempion bo'ldi. Ronaldo yana bir bor sovrin sohibiga aylandi. Ha, bu shunchaki kubok emas. Bu mehnat, sabr va ichki kuch yutug'idir. Ronaldo bizga yana bir bor isbotladi. Yosh bu chegara emas, tinimsiz mehnat va ishonch haqiqiy kuchdir.